Assalomu alaykum hamma. Boz avto to'xtab qo'ygani yo'q, просто o'rtaga dam olib chiqib oldik. Mashinalarimiz bor. 23 mexanika. Kraskasi 13% joyida bor. 2 million so'm bosh to'lov. Tan narxi $9,000. 10x'imiz 23-yil mexanika 9 million so'm bosh to'lov. $9,000 naqd pulga. 23 Zeus Gentra'miz bor. 2 million so'm bosh to'lovga chiqarib beraman. Keyin mana oq Gentra'miz bor. 23 kraskasi toza, idealni shumkalargacha bo'lgan. Malibu bar, Malibu rul, Malibu Start Stop, 908 Magicar, to'rtta kolonka, Mercedes Hadovoy, hamma narsasi qilingan, propallari bor, idealni kuydirilgan oynalarigacha bor. Buni 16 million bosh to'lovga qilib beraman. Juda idealni mashina. Tan narxi 160 million. O'zingizni mashinangizni soting deganlar uchun mana o'zimniki. Spark 22, 23, qora, kraskalar top-toza, nomerini qarang. Bu anovi 8 millionlik nomer emas, bu vaqti taklif pulga olingan. Rul, bar, propan, hamma narsasi bor. Olasizlar propan nima qilib beraman. Bu mashinamni 20 million pul berasizlar, 5 million so'mdan 3 yilga qilib beraman. Vikipga qilib, xohlasanglar nomlaringizni o'tkazib beraman, xohlasanglar shu nomer bilan yuraverasizlar. Murojaat qilib qolinglar, Boz avto. Ibzada yana bitta yangilik bo'ldi o'sha.